kanalimiz a'zolari yaqindagina internetda top menejerlar tomonidan 2026-yilda o'qimoqchi bo'lgan kitoblar ro'yxati chiqdi. 6 ta kitob, shu 4 tasini shogirdlarimizga rahmat, iltimos qilib yetkazdi. Bu birinchisi mana Robert Greene, buni 48-48 Законы власти kitobini ko'pchilik o'qigansizlar. Shuni yangi kitobi Законы человеческой природы. Ikkinchisi mana kitobimiz Uch va mana bu hammasi yetib keldi. Hozir yangi kitobni ochib birgalikda o'qishni boshlaymiz sizlar bilan birgalikda. Sababi bu kitobda o'sha dunyoning top menejer kompaniya rahbarlari o'qishni boshlagan kitoblar ekan. Bizga ham bugun ko'ryapsizlar, menejment tezkorlik bilan kirib kelyapti, ya'ni krizis menejerlar bugun bizga kerak bo'ladi. Demak, biz o'sha top kompaniya rahbarlari o'qiyotgan kitob, chunki ularning boshqaruv tizimi, bugungi sun'iy intellekt kirib kelganda umuman emotsional intellekt, odamlarning yangi Z pokoleniyani qanday boshqarish kerak haqida kitob o'qishni o'rgataman sizlarga. Avvalambor boshqa odamlarning fikr kommentlarini birinchi yig'ish kerak. Chunki bitta kitob, mana shu kitob o'qishga bir oy umringiz ketadi. Demak, bir oy umringizni siz bekordan bekorga sarflamasdan, bugun kitoblar ko'p va kitob tanlash ham bu katta bir san'atga aylanib qolyapti. Duch kelgan kitob emas, balki eng muhimlarini topib o'qish ham juda muhim. Chunki biz avval internetda fikrlarni o'rganib, endi o'qishni boshladik. Qanday o'qiymiz? Men birinchi kitobni varoqlab chiqaman har doim. Bu ingliz tilida scanning and scamming deyiladi, ya'ni varoqlab chiqib 3-4 soat bir ko'z yugurtirib chiqaman va ma'qul kelgandan keyin o'qishni boshlayman. Demak, 4 tasini ham bugun ko'z yugurtirib chiqamiz va qaysini o'qishni boshlagan bo'lsam, tez kunlarda sizlarga yana o'sha hamma ko'rishi shart rubrikamizga o'xshab videolar, kontentlar qo'yib boramiz. 5 minut vaqt topdingizmi, hurmatli liderlar, umuman bugungi davlat xizmatchilari? Kuniga 5 minut topsangiz ham ko'p o'qimang. 10 daqiqa vaqt topib kitob o'qing. Bir oyda bitta kitob tugatasiz. Bir oyda bitta kitob tugatish bu normal holat, bir yilda 12 ta kitob tugatasiz. Hammaga rahmat. Albatta, fikrlarni kanalimizga qo'yib boramiz.